Shoptondan toqalash kerak deganimda negativ yozganlar yaqinroq olib kelinglar mana. Nodirbek akam qo'ldagi mana Shoptondan 75, 70, 65. Furichistan bog'lari, Surxondaryo, Termizdan videolarimizni davom ettiryapmiz do'stlar. Bu toqalanayotganda negativ yozganlar, bu hosilni ko'rib olinglar. Bu hosilni. Daraxt juda ham zo'r, o'ziga yarasha hosil qo'yganlik. Nimaga u ol qilyapsan, unaqa bunaqa degan gap so'zlar bo'lganda Nodirbek aka o'zingiz tushuntirib qo'ying bu odamlarga. Albatta, oldingi videomizda mevani yagona qilib sifatini oshiramiz deganimizda juda ko'p negativlarga sabab bo'ldi. Bu mana meva terimga kelganda natijasini ko'rishinglar mumkin. Yoki mana chelaklardagi mevalar. Hozir kunda juda ham zo'r natija bo'ladi bu. Bilgan biladi 14-may. Bugun necha kun bo'ldi terim boshlanganiga? Bugun. Birinchi kuni boshlandi mana. Yangi sortdagi shoptol. Narxi necha pul chiqyapti? Realniy narxi bog'dan aka. Bozorda qimmat bu shoptol. Bog'dagi narxi taxminan $4-5. $4-5. Juda ham zo'r pul. Bu qarang, hosilni ko'rsating. Aka, men qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Bittasini endi tishlab yeb ko'rsatamiz. Pichoqda kesaylik. Olib kelinglar, buni ichini ko'ringlar, ichini. Xudo xolasa Rossiyagacha bemalol boraveradi, ezilib ketmay. Shuning uchun terilyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Yangilik hech ko'rmaylik, yomonlik. Po'sti dori po'sti bilan yeding deganlarga. Opalarimiz ham mehnatli, opalarimiz ham olib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Bittadan layklar bosib qo'yinglar. Bu hosillarga baraka deb qo'yaverasizlar. Mana O'zbekistonda shoptollar mana shu bog'lardan ketyapti. Shoptol sezon boshlandi. Sog' bo'linglar.